So'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda yashirin faoliyat yuritayotgan narkodo'konlar giyohvandlik vositalarini tarqatishning yangi va xavfli shakliga aylanib ulgurdi. Buning oqibatida jamiyat, ayniqsa yoshlar hayoti jiddiy tahdid ostida qolmoqda. O'z navbatida huquq-tartibot idoralari tomonidan ushbu xavfga qarshi keskin kurash olib borilmoqda. Jumladan, Toshkent shahrida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan Muqaddam sudlangan, hozirda probatsiya hisobida turgan shaxs va uning 1995-yilda tug'ilgan sherigi Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida joylashgan dala maydonidagi xufiya joydan 2 kilogramm 381 gramm alfa PVP sintetik giyohvandlik vositasini olib, ortga qaytayotgan vaqtlarda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda bojxona organlari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Aniqlanishicha, ushbu sintetik narkotik modda Telegram messenjeridagi internet narkodo'kon a'zolari tomonidan Rossiya Federatsiyasidan mamlakatimizga olib kelingan. Boshqa holatda esa Yangiyo'l shahrida faoliyat yurituvchi tijorat banklaridan birining 2 nafar mutaxassisi muqaddam narkokuryerlar Yangiyo'l tumanidagi dala maydoniga yashirib ketgan 485 gramm alfa PVP sintetik giyohvandlik vositasini qabul qilib olib, hozirda o'zlarining 1998-yilda tug'ilgan tanishini xonadonida saqlayotganliklari aniqlandi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida ulardan ushbu ajal og'usi ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda har ikki holat bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qonunbuzarlarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlik vositalari inson organizmini qisqa vaqt ichida yemirib, ruhiy va jismoniy halokatga olib keladi. Bu illat nafaqat bir shaxs, balki butun oila va jamiyat taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Internet orqali tarqatilayotgan oson daromad va'dalari ortida esa og'ir jinoyat va uzoq yillik ozodlikdan mahrum etilish xavfi yotganini unutmaslik lozim. Hurmatli fuqarolar, agarda giyohvandlik vositalari bilan bog'liq holatlarga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.